Assalomu alaykum hammaga. Mana bizda dastavkada ishlaydigan aka-ukalarimiz uchun ham ijaraga kunlik skuterlarimiz bor. Xo'p, ikki xil skuterimiz bor. 50 ming so'm kunligi, 60 ming so'm. Farqlari xo'p, mana bagajida bo'ladi. Qolgan joyda farqi bo'lmaydi. Ikkala skuterimizga ham 60 ga 28 lik akkumulyatordan 2 dona beramiz. 3 amperlik zaryadligimizdan 2 dona beramiz. Boshiga bitta shlem, kaska qo'shib beramiz. Ko'rishinglar mumkin. Kimdan kim kelib olmoqchi bo'lsa, skuterlarimizni xohishi o'zida ko'rib, minib, tanlab olaveradi. Mana endi 60 ming so'mligimizni farqini ko'rishinglar mumkin. Qo'shimcha zapaska akkumulyator uchun joy va qo'shimcha bagaji bo'ladi, sumkani ushlab turish uchun. Kimga shunaqangi skuterlar ijaraga kunbay minadiman deydigan ijarachimiz, o'zim Yandexda ishlaydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, kelinglar, tashrif buyuringlar do'konimizda. Sergeli Xonobodda joylashgan Motocity do'konimizga mana tanlab olasizlar, xudo xolasa 60 ming so'mga 50 ming so'm bilan chiqadi. Qilib beramiz, xudo xolasa.